Arab tilida ushbu 5 ta harfni nima birlashtirib turadi? Albatta qalqala, ya'ni harflarning sukuniy holatda tebratib aytilishi. Nega aynan shu harflar? Hozir tushuntirib beraman. Oldin obuna bo'lib qo'ying. Buni bilishligimiz uchun biz ushbu harflarni tebratib o'qib ko'rishimiz kerak. Aqo, aqo. Bu yerda qof harfi tebratildi. Aq, aq. Bu yerda tebratilmay o'qildi. Natijada qof bilinmadi yoki k ga o'xshab qoldi. Keyingisi to harfi. Aqo. Elpo. Bu yerda aniq bilindi. It. Bu yerda tebratilmadi. Natijada yo'g'on teligi bilinmadi. Keyingisi ba harfi. Ab. Bu yerda tebratildi. Ab. Bu yerda tebratilmadi. Natijada p harfiga o'xshab qoldi. Vaholanki arab tilida p harfi yo'q. Keyingisi jim harfi. Aj. Bu yerda aniq bilindi. Bu yerda tebratilmay o'qildi. Natijada ch harfiga o'xshab qoldi. Arab tilida ch harfi yo'q. Keyingisi dal harfi. Ad. Bu yerda dal o'zini yaqqol ko'rsatdi. Ad. Tebratilmadi. Natijada t harfiga o'xshab qoldi. Xulosa shuki, arab tilini tajribali ustozlar nazoratida o'qing va har bir harfga alohida e'tibor bering. Bekordan bekor qoidalar chiqarilmagan.